Gazabloylarning sifatlari o'ta zo'r ekan. Qattiqliklari ham Rossiyada, Qozog'istonda urganlarimizdan qaraganda ham mustahkamroq ekan. Gazabloylar o'ta zo'r. G'ishtiga qaraganda effekti yaxshi ekan. Issiqliklari ham hamma yo'q yaxshi, zo'r. Bu g'ishtdan ko'ra, g'ishtdan hozir bilyapsiz, sho'r ham chiqib ketyapti hozir g'ishtlardan. Bunda sho'r bor yo'q. Keyin buni rasod tomonidan ham bu osonroqda bu g'ishtdan ko'ra. Ana bir martaga bir rodman yo kapelkalar tortilsa, shu bilan ustidan abo'yma-bo'yda yopishtirsa ham mana qo'lida tomonlar ham yaxshi ekan. Uyda hozircha mana shular yaxshi bo'lyapti, mana shu gazabloylar. Zamonaviy hozir gazabloy yaxshi bo'lyapti hozir. Tez bityapti ham sifati yaxshi gazabloylar. Qattiqligi, pishiqligi zo'r ekan. Ko'pchilik g'isht tanlayapti. G'ishtdan ham endi yaxshilari kamdan-kam chiqib qolyapti-da. G'ishti yaxshisi bo'lsa, ursa bo'ladi, lekin ko'proq biz mashinadan solyapmiz hozir gazabloydan. Bu ashi sho'rmas, yaxshi narsalar ekan baribir. Mana shu Rossiyada ashi urgan bo'lsak, xuddi mashinasini urganmiz-da, qattiq, o'ta pishiq narsalar-da bu. Endi bu gazabloyni mavolda uyda egalari so'rab qolsa ham, shu gazabloyni zavodskoy gazabloy chiqarayotgan shu akalarga murojaat qilish kerak. Bular iloji boricha tushuntirib beradi. Ustalaridan ko'ra ham ular rostmana tushuntirib beradi. Mana penabloydan, boshqa g'ishtdan qanchalik farqi borligini tushuntirib beradi rostmana. 10 yildan beri shu ustachilikda yuribmiz. Mana shu gazabloyni tanladik biz hozircha. G'ishtlardan ko'ra ham mana shu yaxshi ekan. Pishiqligi ham, mustahkamligi ham.